Biz sizlar bilan bu ilovada ishlashni ko'rib chiqamiz. Bu ilovada kirganingizda xuddi mana shunaqangi oyna ochiladi. Ikkisi bosamiz. Mana bu yerda o'roqcha paydo bo'ladi. O'roqchani bosib, maqsadlarni yig'ib olamiz. Mana kulcha chiqadi. Chiqamiz bu yerdan. Xo'p, endi mana bu yer to'ladi. Mana o'roqchani qancha ko'proq olsangiz, mana bu yer shuncha to'ladi va level oshadi. Va har bitta level oshganingizda 0.05 sent pul beradi sizlarga. Mana bu yerda o'yinlari bor. Mana sizga o'yin beradi. Hozir menda 0 turibdi. Mana shu 20 yonida 0 turibdi. Shu 0 1 bo'lsa yo 2 bo'lsa, 1 marta yo 2 marta o'ynash imkonim bor menda degan. Xo'p, xuddi shu zaylda pul ishlaysiz. Invite degan joydan referral taklif qilasiz. Ya'ni referral havola olsangiz bo'ladi, odam taklif qilsangiz bo'ladi. Xo'p, endi pul chiqarib ko'ramiz. Pul chiqarish uchun Binancedan manzil olib kelamiz. Xo'p, Binancega o'tamiz. Binancega o'tganimizda mana hozir boya manzil olganman. Boshdan ko'rsatib beraman Binance'da qanaqa manzil olishdi. Mana o'sha boya pul chiqargandim. Mana shu saytdan o'sha pul kelib tushibdi. Xo'p, mablag' qo'shishni bosamiz. Mablag' qo'shish, kripto depozit. Xo'p, endi USDKni bosamiz. Agar bu yerda sizga chiqmasa, mana bu yerda izlashingiz mumkin. Yoki tanlanganlarni izlang degan joyda USDK yozsangiz chiqadi. Xo'p, USDKni ustiga bosamiz. Bu yerdan RC20 Eritreum manzilni bosamiz ustiga. Xo'p, bu yerdan manzil olamiz. Bu yerdan kooperativ qilib manzil olib turib, ilovaga o'tamiz. Ilovaga o'tamiz. O'zi ilovada qancha pul chiqarishingizni belgilab beradi. Xo'p, o'roqchani har zamon bosib, levelni ko'tarib olamiz. Pul chiqarish uchun withdraw tugmasini bosamiz. Xo'p, endi internetim yaxshi emas, bizada shamol. Mana bizada boya chiqargan pulimiz o'sha Binance'ga borib tushganligi haqida tasdiqlangan xabar keldi. Xo'p, mana bu yerda sizga belgilab beradi 0.1 sent yokida mana 1 sent yoki $10 yokida shunaqa summalarni, ya'ni yoki 3 sent yoki 1 sent yoki $1 shunaqa summalarni ochib beradi. Faqatgina ochilganlardan siz pul chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Mana bizda $1 1 sent pul chiqarish mumkin ekan. Hozir mana bu yerda boyagi Binance'dan olgan manzilimizni, kooperativimizni qo'yamiz. Eritreum manzil oldik. Xo'p, qo'yamiz. Bu yerda sizlarda identifikatsiyadan o'tmaganligi uchun mana darrov chiqarib bermaydi. Mana siz identifikatsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, mana confirmni bosasiz. Yana bir marta confirmni bossangiz, sizlarda yuz identifikatori chiqadi. Va identifikatsiyadan o'tganingizdan keyin yana qayta mana shu withdraw bo'limiga kelib, manzilni qo'yib, kooperativ qilib, manzilni qo'yib, pul chiqarsalaringiz mana shunaqangi holat paydo bo'ladi. Pul chiqarasiz. Xo'p. Mana biz $1 уже $1 1 sent pul chiqardik. RC manzilimizga boya hozir mana ko'rib turganlaringizdek, hozir mana 20.28 bizda hozir boya men pul chiqardim 28 da. Hozir mana bu yerda yana $1 pul chiqardim. Xohlagan paytingiz pul chiqarsangiz bo'ladi, faqatgina qaysi summalar ochilgan, ochiqligiga qarab. Xo'p.
Endi mana hozir yana qarab ko'ramiz qaysi summalar ochiq. Endi mana bu yerda bitta do'st taklif qilib, yana bir set chiqarsang bo'ladi. Shu yerni bosamiz. Agar pulimiz bor bo'lsa, shu yerni bosamiz. Do'st taklif qilamiz. Mana bu yerda do'st taklif qilish uchun copy linkni bossangiz, copyright qilib olasiz. Xohlasangiz WhatsAppdan, xohlasangiz Instagram yokida buni boshqa bo'limlar mavjud. Xo'p, copyright qilamiz. Do'stlarimizni taklif qilamiz. $60 ishlash imkoniyati mavjud deyapti do'stlardan. Xo'p, xuddi shu zaylda ishlashda davom etamiz. Hammaga rahmat. Bitta yana e'lon. Pulimiz tushdi. Adashmasam pulimiz tushdi. Binance'imizga hozir ko'ramiz. Mana oy, молодец. Уже pulimiz tushdi. Mazama juda ham zo'r sayt ekan. Zo'r platforma ekan. Ishlab olsa bo'ladi mana. Уже 99 sent tushibdi. $1 az komissiyasi bor ekan. $1 chiqarish uchun komissiya bor ekan. Shuning uchun 99 sent tushibdi. Hammayli. Yo'qdan ko'ra bor yaxshi. Hammaga omad, salomat bo'ling.